Mashinani salondan kir holatda tekshirmasdan olishning oqibati mana shu bo'ladi. Mashina ustiga qushda axlat tushib, polni kraskalarni ko'rishlar irib tashlagan. Ko'ryapsizmi? Sog' joyi qolmagan hozir. Mana polni kraskalar irib yotibdi. Buni shkurka qilib ko'rishgan, podirovka qilib ko'rishgan, har xil layfhaklarga ishonib, fellab ham ko'rishgan, hech qaysi bir usul foyda bermagan mana. Ko'ryapsizmi? Hammasi qolgan. Sababi kraskadan o'tib gruntovkasigacha irib tashlagan. Bilasizmi, qushda axlat kislota bo'ladi. Shuni hisobiga polni gruntovkalarga irib tashlab, endi buni ko'pchilik ustakalarimiz polni sepib olish kerak, bo'lmasa yo'qolmaydi deyishdi. Bu holatga egalar juda ham siqilishyapti. Nima siqilishmas ekan? Sababi mashinani salondan olib chiqishyapti-da, polni 50% septirib yuborishyapti. Kimga yoqadi bu narsa? Hech kimga yoqmaydi. Shuning uchun musulmon inson yaxshi ko'rgan narsasini boshqa birodariga tavsiya qilishligi kerak deyilgan. Shuning uchun aytib o'tyapman. Mashina kirmi, salonni olayotganingizda yuvdirtiring, ustingiz bo'ladigan bo'lsa, ustingizga tekshirtirib oling va keyin mashinani xarid qilsangiz, inshaalloh plyus